Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Sizlarda подписчиклар. Mana bizga yana yangi tovarlar keldi-da. Bunaqa raspakovka qilaylik, qana nimalar keldi. Yangiliklardan. Xo'p, kimlar so'raganda mana popurlik abayalar keldi. Oq qorada. Hozirgi trend, hozirgi yangilik shu. Ularlar. Xo'p. Ularda mamlaqayin qora oqda ham bor. Bu ham ajoyib. Mana shu ranchasidan ham kelgan ekan, bu ham ajoyib. Biruzovый, ne? Tifin rang deydimi hozirgi zamonda. Xo'p, yana oq qora. Korичневый ranchasi. Juda akkuratni chiroyli chiqqan ekan bular. Ishini qarang qanaqa. Ajoyib chiqqan. Mana bu ranchasidan ham keldi. O, bular so'rayotganlarni orada buni. Mana bu rangi ham zo'r, ajoyib rancha. Yana oq qora, oppog'idan ekan. Bu ham bir ojonalarga neobычный rancha. Zo'r chiqqan ekan bu ham. Keyin mana bu qizilchasidan shifon abayalarimiz keldi. Shifonoviy abayalar. Keyin mana bu quroqlik abaya. Faktorna keldi bular. Ham yaxshi ketyapti. Xudoga shukr. Quroqlik abaya. Yangi modelchasi, yangi ranchasidan. Keyin nimta so'raganlar mana. Bir bakayım nimtaga keldi. Buradan bo'shataylik bunaqasiga. Alloh. Xo'p, pijakchalar har xil variantidan keldi. Yana yangidan повторно so'raganlar bor edi. Keyin nimtalar. Nimtalar ham har xil variantchalardan keldi. Mana stoyka variantchalardan, keyin bu variantlardan ham keldi. Marhamat qilaverasizlar.